Assalomu alaykum. Viza karta ochmoqchiman, iloji bo'lsa amalga yordam bersangiz. Bo'ldi, hurmatli mijoz. Bizning bankimizda hozirda Humo Viza plastik kartochkasi bor. Pul to'lovi 15 ming so'm miqdorida. 15 ming so'm kassamizga to'lov qilganingizdan keyin sizga Humo Viza plastik kartochkamizni ochib beramiz. Bu plastik kartochka orqali dunyoning istalgan joyida pul tushirish bilan amalga oshirsangiz bo'ladi. Biz sizga bunga amaliy yordam beramiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Menga Uzcard karta ochishga amaliy yordam berishingizni so'rayman. Va alaykum assalom. Albatta yordam beramiz. Hozir paytda Xalq bankida Uzcard Union Pay kartalarimiz bor. Bu kartalar orqali siz nafaqat O'zbekiston, balki chet mamlakatlardan pul tushirish, bilan turli xil konvertatsiya bilan bog'liq masalalarni hal qilishingiz mumkin va uni ishlatishingiz mumkin. Uzcard plastik kartochkamizni ochmoqchi bo'lsangiz, siz bazaviy Xalq bankining bazaviy miqdordagi 30 ming so'm miqdordagi pulni kassaga kiram qilasiz, hamda biz sizga bu plastik kartochkani ochib beramiz. 7 millionlik plastik kartaga kredit olmoqchiman. Bunga amaliy yordam berishingizni so'rayman. Albatta, hozirgi paytda Xalq banki biznes departamentida bizda aynan shu muammoyingizni yechim sifatida kredit produktimiz bor. Bu biznesga ko'mak deb nomlanadi. Aynan o'zingizni biz belgilagan yo'nalishlarda band qilsangiz, 17 million so'm miqdordagi kreditni 27% miqdorda plastik kartochkangizga tushirib beramiz.